Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugun bankimizda shu sizlar bilan sayyor qabul o'tkazishimizdan maqsad sizlar muammolaringizni eshitib, shularni ijobiy hal etish. Bu yerda tadbirkorlarimizga yana ekan, shular muammosini eshitsak-da, keyin ishlarimizni davom ettirsak. Behruz Medical. Assalomu alaykum. Behruz Medical boshlig'i bo'laman. Abone bo'lishni o'tdik kelgandi. Ondan keyin bir 2 ishchi olib turib, ish o'rnini yaratib, shu oborotimni aylantirish uchun 100 milyon kerak shunda. Ariza berdingizmi? Ariza berdim. Ariza bergan bo'lsangiz ko'rib chiqamiz, ijobiy qaratishga harakat etamiz. Rahmat, o'tiring. Keyingisi tibbiy xizmat xodimlari. Assalomu alaykum. So'zlarimizni ish o'rnida maqsadida aylanib kelajak ketadi. Nechtasi? 100 million. Bo'ldi, ariza berdingizmi? Ariza bergan bo'lsangiz ko'rib chiqamiz. Ijobiy qaratib javobini aytamiz. Boshqa hech kimda muammo yo'qmi? Eserlerinizga katta rahmat toptashganlarimiz uchun hammangizni arizalaringizni ko'rib chiqib, tez kunda javobini ijobiy qaratib aytamiz. Rahmat.